Assalomu alaykum hurmatli aziz kitobxonlar. Bizning Jalaqquduq tuman axborot kutubxona markazi o'quv zalimizda buyuk mutafakkirlar Alisher Navoiyning tavalludining 585 yilligiga Navoiy buyuk shaxsiyat ma'naviy bilim asosida mavzusida kitob ko'rgazmasi tashkil etildi. Andijonning asl farzandi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligiga Bobur millatining iftixori betakror mutafakkir mavzusida kitob ko'rgazmalari joy oldi. Ko'rgazmamizda buyuk shaxslarning barcha adabiyotlari o'rin olgan. Har kimki vatan tarhun qilur, xor bo'lur. Har kimki g'arib o'lur, zorni zor qilur. Yot elda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l. Chunki vatan mehri eng oliy davo bo'lur. Qayda borsam ko'nglim Andijonni qidirar, firoq o'tida yonib dilim tinchlik tilar. Hurmatli kitobxonlar, ko'rgazmamizda joy olgan adabiyotlarni olib o'qishingizni tavsiya qilib qolamiz.